Bilinchiklarni endi hech qachon pishirmayman. Pishirish menga emas ekan. Hech qachon o'xshamaydi, yopishib qoladi yoki bir nima bo'ladi deb ichingizda hech qachon xafa bo'lmang. Endi bugungi retsept asosida tayyorlab ko'ring, bittada o'xshab chiqadi. Ham mayin, ham yumshoq, teshi bo'lib chiqadi. Har doim bir martada o'xshab chiqadigan o'sha 3 ta stakan nomli bilinchikni tayyorlaymiz. Tuxum, shakar, tuzni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. 2 osh qoshiq o'simlik yog'i va sutni solib, yana venchik yordamida aralashtirib olamiz. Aralashgan massaga unni solamiz. Bitta massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Bilinchigimizni eng asosiy qismiga keldik. Qaynoqqina qaynagan suv qo'shasiz, shunda bilinchiklaringiz teshi bo'lib bittada o'xshab chiqadi. Videoda ko'rsatilgandek shunaqa suyuqqina xamir tayyor bo'ladi. Tovani yaxshilab qizdiramiz. Birinchisiga o'simlik yog'i survasak bo'ladi va bir cho'michdan tayyor bo'lgan massadan quyib pishirib olamiz. O'rta olovda har ikki tarafini pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan bilinchiklarga xohlagan nachinkangizni solib dasturxonga tortishingiz mumkin. Turgan sari bilinchiklar yumshab, yanada mayinlashadi. Bay. Ishtahangizni ochib yubordimmi? Unday bo'lsa, hoziroq tayyorlashga kirishing. Agar retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling.